siyraklatish ishlari davom etyapti. Bu Patagoniya navi siyraklatishdan qilinadigan birinchi o'rinda qilinadigan ishlarimiz bular qo'shaloq mevalarni, maydalarni, kasallanganlarni olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, katta mevasi bo'lsa, mana bu kichkina mevachalar turibdi. Keyin orada bitta yarimta kasallangan bo'lishi mumkin. Shunaqalar, maydalari bunaqa. Mana holatlarda. Shularni olib chiqamiz. Agar buni qilmaydigan bo'lsak, mevani yaxshi mevani ham sifatiga ta'sir qilib qoladi. Bir yo'la shunda ichiga o'sib bor ekan shoxlarni ham olib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Sabab quyosh kirishi yaxshilanadi, mevani sifatli bo'lib rang olishi ta'minlanadi shunda. Mana shu holatda davom etaveradi. Mana shu yerda maydalari bor ekan bitta-ikkita. O'zi bilinadi. Daraxtimga qarasangiz katta meva, mayda meva bo'lib qo'ygan bo'ladi. Maydalarni tushirib, kasallanganlarni tushirib, qo'shmaqlarini olib qo'yiladi. Sifatlilari qoladi shunda.